Assalamu alaikum hürmetli televizyon köküçüler. Uygur televizyosunun gündelik haberlerini görüşünle karşılamız. Türkiye Erdoğan'ın Şarkı Türkistan hakkında kılgan sözünün hata tercüme kılınıp kalganlığını bildirdi. Dünya Uygur Kurultayı Xitayning Aqtaşlıq kitabı reddiye bildirdi. Peshqadam siyasi faoliyatchi Ahmet Egamberdiga to'n kiydirish murosimi o'tkazildi. Bolalar tarbiyasi haqida ma'lumot. Tövəndə deyilən xəbərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. Erkin Asiya Radiosu xabarda Xitoy taratqullarining xabarlari bo'yicha Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an 2-yildagi Xitoy ziyoratida Uyg'ur diyoridagi xalqlarning baxtli yashayotganligini bildirgan edi. Yaqinda Turkiya diplomatlari uning bu so'zlarining xato tarjima qilinib qolganligini ilgari surgan. Janubiy Xitoy atganlik gazetasining 22-yildagi xabariga qaraganda, Turkiyaning Beijing turishliq elchixonasining diplomatlari o'tgan hafta yepiq yig'in ochgan. Yig'inda Turkiya taratqullarining Recep Tayyip Erdo'g'anning Sharq Turkiston haqida qilgan so'zlarini Xitoy hukumat taratqullarining xato tarjima qilib qo'llanganligini bayqaganligi bildirilgan. Xitoy tarafining buni tuzitishni rad qilganligi ma'lum bo'lgan. Shinxua to'g'ridagi xabarda Recep Tayyip Erdo'g'anning Sharq Turkistondagi xalqlarning intayin baxtli yashayotganligini aytganligi bayon qilingan. Turkiyadagi munosabatli xodimlar Recep Tayyip Erdo'g'anning aslida Turkiya Xinjiang xalqining xotirjam va xushal-xuram yashashini umid qiladi deganligini ilgari surgan. Bu yil fevralda Turkiya Tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini insoniylikdagi buyuk o'ng'aysizlik deb ta'sirlagan hamda Uyg'urlar masalasida eg'iz ochgan birdan-bir musulmon davlati bo'lib qolgan edi. Ammo bu qatim Erdo'g'anning Xitoydagi ziyoratida Xitoy siyosatini maqtab so'z qilishi va Turkiyaning ilgirki maydonidan yenib olishi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'amoqda. Kuzatuvchilar Turkiya har qatim Uyg'ur masalasida xalqaro besimlarga duch kelganda ilgirki maydoni va pozitsiyasini o'zgartirish orqali besimdan qutulishga urinib kelganligini ilgari surmoqda. Xitoyning Uyg'urlar to'g'risida e'lon qilgan Aqtaşlıq kitobi turli raddiyalarga duch kelmoqda. 22-yil kuni Xitoy e'lon qilgan Uyg'urlar to'g'risidagi Aqtaşlıq kitob g'arb matbuotlarida turli inkoslarni qo'zg'adi. Xitoyning Aqtaşlıq kitobida Uyg'urlarning turkiy millat emasligi, Sharq Turkistonning Xan sulolasi davridan boshlab Xitoyning bir partiyasi bo'lganligi, islom dini Uyg'urlarning asli dini emas, balki tarixda Arab imperiyasi tarafidan qoral kuchi bilan zo'rlab tengilgan din ekanligi, Sharq Turkiston deydigan bir davlatning azaldan mavjud bo'lmaganligi o'tirib qo'yilgan. Dünya Uyghur Kurultayı Reisi Dolqun Aysa Efendi, Xitoyning bir tarafdan jazo lagerlarini qurib, necha millionlagan Uyg'urlar ustidan etini qirg'inchilik, madaniyat dafsandachiligi, xitoylashtirish zo'ravonlik siyosatini yurgizsa, yana bir tarafdan Uyg'ur millatiga bo'lgan xalqaro qiyoslashlarni tugatish, Uyg'ur millatini tamoman yo'qotish niyatida tashviqot tajovuzchilik urushini tang ilib berayotganligini ilgari surdi. Dünya Uyghur Kurultayıning muavin raisi Farhad Muhammadi Efendi so'zida Xitoyning Uyg'ur tarixini burmalash qilmishlarining azaldan mavjudligini, Xitoyning hozir qadar e'lon qilgan atalmish Aqtaşlıq kitoblarining hech birining xalqaroda e'tirofga erishmaganligini, aksiya kishilik huquq organlarining tanqidiga uchrab kelganligini tilga oldi. Xitoyning bu Aqtaşlıq kitobi 22-yil e'lon qilingandan keyin g'arb axborot vositalarida turli qarshi inkoslar o'tirib qo'yilib qolmasdan, ijtimoiy taratqularda Uyg'ur ziyolilari tomonidan yana ko'plagan raddiyalar e'lon qilindi. Bu raddiyalarda Uyg'urlarning tarixda qurgan davlatlari, Uyg'urlarning etini kelib chiqishining Xitoy bilan azaldan hech bir aloqasining yo'qligi, Uyg'urlarning turk qon sistemasiga tabi bir millat bo'lganligi, Uyg'urlarning 10-asrda islomni ixtiyorlik bilan qabul qilganligi hamda 1000 yildan ortiq bu dinda yashab kelganligi qatorliqlarga doir turli paketlik ma'lumotlar o'rin olgan. On 9-yil kuni Avstraliyaning Adelaide shahrida peshqadam siyosiy faoliyatchi, shoir, jurnalist va jamoat arbobi Ahmet Egamberdi Efendining Hayot manzillari nomli biografik asarining nashr qilinganligi munosabati bilan to'n kiydirish murosimi o'tkazildi. Bu murosimni Adelaide'dagi Tangritog' onalar guruhi uyushtirgan bo'lib, murosimga Avstraliyaning har qaysi shaharlaridan bo'lib, jami 100 ga yaqin kishi qatnashgan. Ahmet Egamberdi Efendi o'zining Hayot manzillari nomli kitobini yozish sababi haqida to'xtalib, yaqin 200 yildan beri vatanimizning manjular, komandantchilar va Xitoy kommunistlarining tajovuzi ostida qolganligi, milliy madaniyatimizdan majburiy uzoqlashtirilganligini, vatan ichidagi yozuvchilarimiz har xil cheklimlar tufaylidan tarixiy voqealarni aynan yozish imkoniyatidan mahrum bo'lganligi, o'zining muhojirat erkinlik hayotidan foydalanib, yosh avlodlarga o'zining haqiqiy tarixini o'rganish uchun, shundaqla vatanimizdagi tarixiy voqealarni butun dunyoga to'nishtirish uchun yozganligini bildirdi. Psixologiyada bolalarning 6 yoshdan ilgirki vaqti mijoz yetilishidagi halqiliq bosqich deyiladi. Hozirgi jamiyatda nurg'un bolalarda mishchanlik, ochiq yomon bo'lish, ishtar bo'lish qatorliq xarakter masalalar bor bo'lib, bu masalalar belgilik turda oila tarbiya usuli bilan munosabatlik. Shuning uchun ota-onalar eng yaxshisi oltin davrini ching tutib, bolalarning xarakteri yetilishi uchun yaxshi ul selish kerak. Mishchanlik. Bolalar oilada malika, kichik boyvachcha bo'lganlikdan, kichkidan arkibi qilib ko'ndirilgan.
ota-onalar bolalarning jafo tortishini, azor yeyishini xolamaydi. Haddidan ziyoda qo'g'daydi. Shuning bilan bolalar nihoyat o'ng'ayla erka, mishchan bo'lib qoladi. Mishchan bolalarda odatda asosiy turmush qobiliyati bo'lmaydi. Jafo tortishni xolamaydi. Tanqid nasihatni ko'tarolmaydi. Psixikalik bardoshlik berish kuchi ojiz bo'ladi. Mishchanlik kasali bor bolalarga ota-onalari tövandikidek tarbiya qilib sinab ko'rsa bo'ladi. Birinchi, bolaning oila ishlarini ko'proq qilishga yetaklash. Bolaga ba'zi bir zarur turmush bilimlarini o'rgatish. Uni o'z qobiliyati doirasida ba'zi ig'ir va jafoliq ishlarni qilib ko'rishga rag'batlantirish kerak. Ikkinchi, bolani bir qism raqobat xarakterlik faoliyatlarga ko'proq qatnashtirib, irodasini tovlash kerak. Uchinchi, bolalar ba'zi ishlarni qilishdan yaltaymoqchi bo'lsa yoki bahona tepib chekinmoqchi bo'lsa, ota-onalar bolaning royiga boqmay, aksicha uni rag'batlantirishi lozim. Faqat bolalar botirlik bilan birinchi qadamni atlay olsalar, ondan mishchanlikni yengishga xo'shallikdan bahramlanib, muvaffaqiyat tuyg'usiga ega bo'ladi. Ochiq yomon bo'lish. Oilada haddidan ziyoda amroqlik qilish tufaylidan ba'zi bolalarda o'zini yadro qilish xarakteri shakllanadi. Boshqalarning hissiyotini o'ylashmaydi. Sababsiz va qalaymaqon xafa bo'ladi. Ko'p xafa bo'lish o'zining salomatligiga ziyonli bo'lib qolmasdan, yana boshqalarga ta'sir qilib, kishilik munosabatga ta'sir yetkazadi. Ota-onalar tarbiya qilishda norozilikdan yiroq bo'lib, ochiqni yengish prinsipiga amal qilish kerak. Bolalarni to'g'risi bilan passiv kayfiyatni yo'qotib, ochiqni chiqarishga yetaklash kerak. Masalan, ota-onasi bilan ishonchlik do'sti bilan paranglashib, qo'rsqini bo'shitib olish yoki xo'shal bo'lmagan ishlarni yezib qo'yish degandek. Pul almashtirish usuli orqali bolaning o'zini kontrol qilish kuchini oshirish kerak. Ota-onalar bola bilan mundaq kelishsa bo'ladi. Bir kun ichida bola qalaymaqon qayg'ish qilmasa, 10 nomerga erishadi. 2 haftadan keyin to'liq nomerga erisha olsa, bola erishni eng orzu qiladigan buyumga almashtirib, uni mukofotlasa bo'ladi. Diqqat qilish tegishli shuki, bolaning qayg'ish qilishi, qalaymaqon terikishiga nisbatan ota-ona uni urush, tillash bilan masalani hal qilmaslik kerak. Bexatarlik masalasi mavjud bo'lmagan sharoit ostida uni qayg'ish qilishga tashlab qo'yib, bola bilan vaqtin chiqarib bo'lmay, sal turib bola pastga tushgan vaqtda ondan uningga qoida so'zlisi bo'ladi. Ichtar bo'lish. Nurg'un farzandlarning hamma narsa mening deydigan yushurin engi bo'lib, boshqalar bilan teng bahramon bo'lishni bilmaydi. Sarlab misqollab ayiradi. Oila bolalarning o'sib yetilishidagi tunji maktab. Oilada ota-onalar tashabbuskorlik bilan teng bahramon bo'ladigan, o'zaro hurmat qiladigan, o'zaro yo'l qo'yadigan kayfiyat yaratish kerak. Masalan, yeydigan yaxshi narsalar bilan ko'pchilik teng bahramon bo'lish. Bolalarni yolg'iz yegizmaslik kerak. Bolalarni do'stlar bilan o'yinchiqdan teng bahramon bo'lishga yetaklab, uningga shu xo'shallikni his qildirish kerak. Bolalarni ko'proq xayr-saxovat faoliyatiga qatnashtirish, uyda ishlatmaydigan narsalarni tashabbuskorlik bilan iona qilib, yaxshi ulgu bo'lish. Bolalar cho'chaklari, maqol tamsillar, hikoya qatorliq yangi, jonliq hikoyalar orqali bolalarda ulgu tiklashga bo'ladi. Xabarlarimizni ko'ringlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.